Katta yo'lda 100 ga yaqin 3 xona kvadrat katta uy so'ragan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tuman 1-kvartalda joylashgan 3 xona 2-qavatda joylashgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu ko'rib turganlaringiz uyimizda yotoqxona qismi keng va shinam, o'zini barcha mebel va texnikalari bilan bu yerda proxoshka koridorlarni ko'ryapsizlar, keng. Bu yerda esa bolalar xonasi o'zini ajoyib dars olish uchun stol va kravatlari bilan birgalikda bolalarimiz uchun. Bu yerda esa o'zini stroy shkaflari bor. Ushbu uyimiz 88 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa mehmonxona qismimiz o'zini mebel va texnikalari bilan ko'rib turganlaringdek, patologlarimiz balandligi 3 metrdan ziyod. Uyimiz xalq tilida visokopatolochka deb ataladi. Ko'rib turganlaringdek, oshxonamiz ham kerakli barcha mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Uyimiz 2-qavat bo'lishiga qaramasdan romlar, panjaralar bilan ta'minlangan. Hamma romlar yaxshi sifatlisidan qo'yilgan, Engelbek romlaridan. Uyimizda o'zini alohida parkovkasi ham mavjud. Ko'rib turganlaringdek, glavni eshikdan kirib kelish bu yoqda mini proxoshka kladovka qismi va o'zini razdельный sanuzeli bilan. Uyimiz orienteriga keladigan bo'lsak, Chilonzor tuman 1-kvartal Muqimiy ko'chadan kirib kelganda batalyon ro'parasida joylashgan ushbu uyimizni egalaridan startoviy narxi 140 ming AQSh dollar narx so'rashmoqda. Uyimizda kelib ko'rib, savdolashib, baraka qilishlaringiz mumkin. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.